Qanday qilib bu xonadonimiz bu narxga sotilishi mumkin? Okalar xonadonni bitta ko'ringlar, obzorini qisqacha ko'rsatib o'taman. Xonadonimiz umumiy hisobda 107 kvadrat metr yashash maydoniga ega, 3 ta xona, oshxona va 2 ta sanuzel, dupleks kvartiramiz sotuvda. Birinchi qavatda joylashgan Novostroyka dom pishyanishda qurilgan, lokatsiyasi juda ham zo'r, atrofida maktab, bog'cha, umuman infrastrukturada muammo yo'q va mashina parkovkasi uchun alohida joylari, orqa tarafida hovlisi bor. Okalar bu kvartiramizda orqa tarafdagi hovlisida umumiy hovli, bemalol foydalanib bolalarga ko'zinglarni oldida o'ynab yursa bo'ladi. Zo'r sharoitli kvartiramiz. Okalar egalar tarafdan shu xonadonimizga $79.500 sarflanib so'ralmoqda. Har bitta xonasi keng va yorug' qilingan, yangi remontli, mebel texnikalarini egalar bilan kelishilgan holatda olib qolsanglar bo'lar ekan. Mebellari ham yaxshi holatda ekan, maza foydalansanglar bo'ladi. Xonadonimizda umumiy hisobda 2 ta sanuzel bor, bittasi yotoqxonada bor, bittasi umumiy sanuzel. Egalar nomerlari yozildi. Manzilga aniqlik kiritadigan bo'lsak, Zamona to'yxonasining ro'parasiga Qizg'aldoq mahallada yo'l yuzidagi Novostroyka domlarimizning birida joylashgan. Egalar nomerlari yozildi. Aloqaga chiqishingiz mumkin.